hozir biz juda chuqur jarayonlar bilan ishladik. Mijozimizni yuzini ko'rsatish xohlamaganlar uchun ulardan shunchaki intervyu olmoqchiman sessiyadan so'ng. Hozirgi sessiyada siz nima masalada kelgandingiz va nimalarni angladingiz va natijangiz qanaqa hozirni o'zida? Kelganimda boshida kelishimdan oldingi holatim xuddi Mikrofonni eshitilsin. adashib, yo'lini topolmay, qaysi muammosini qayerdan yechishni bilmay yurgan odam edimda. Nimani qayerdan tutishni bilmay, umuman boshqa savol bilan kelganimdan keyin angladim, umuman mani muammoyim yechimi boshqa joyda ekan. O'sha narsani menga yetkazib, olib borib tushuntirib berdilar-da. Mana shu yerdan boshlagan ishni shu yerda saniki deb, hozir mana shu muammolarni yopib, karmalarni yopib chiqdik. O'zi nima masala bo'yicha keluvdingiz? O'zi Sizdan chiqib qoldimi? Aslida bu kerak emas edi-da sizga bu mavzular. O'zi pulga ochilish dedingiz, uyimni alishtirish dedingiz, mashina olish dedingiz. Lekin ildizda nima chiqdi? Ildizi umuman boshqa narsa. Aybdorlik. Aybdorlik. Ochiq gapirib bering, mana eshitayotganlar sessiya qanaqa bo'ladi deb ko'p so'rashadi. Bolaligimdan, hattoki shu ona qornimdan, onamni ongidagi ayblovlar menga o'tib shu paytgacha mana shu holatimga kelib shunaqa qiynalishimga sababchi bo'lgan o'sha onamni ayblovlar, onamni qornidagi onam o'ylagan fikrlar mana shu naqa hozir o'zim xohlagan maqsadlarimga yetisholmaganimga sababchi bo'lib chiqdi hozir. Hozirgi kunda sizni erkaklarga bo'lgan nafratingiz, turmushga chiqib ajrashishlaringiz hammasi o'sha onadan kelayotgan erkakka nafrat orqali undagi ildizi kelib chiqdi. Ildizi kelib chiqdi shuni. Hozir biz onani dasturlaridan uzildik. Va o'zingiz yangi men bo'lib hozir bugun mana tug'ildingiz. O'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Hozir yaxshi his qilaman, yengilman hozir. Hayotga qarash, o'tmishda bo'lib o'tib ketgan og'riqli vaziyatlarim bir deganda yo'q, o'sha og'rimayapti. Bitta urib olgan joyingizni bossangiz og'riydi-yu, o'sha og'riq turgan edi. Hozir o'sha og'riq yo'q menda. O'sha joyga bossam ham, qaytib borsam og'rimayapti. O'sha og'riqqa nazaringiz o'zgardi. Nazarim o'zgardi o'sha og'riqqa. Молодец. Mana bu qizimiz 1,5 soat yetadimi menga deganini yetarkan. Yetib ortarkan. Juda chuqur ishladik haqiqatda. Juda katta narsalar, anglashlar oldik va sessiyamiz juda ham zo'r bo'ldi. O'zim ham mazza qilib ishladim, chunki kovlash menga juda ham yoqadi va bugungi konsultatsiya sessiyamiz tugadi. Sessiya haqida baribir olib ko'rgan inson biladi, uni hissiyotini eshitgandan ko'ra bir marta olganlar yaxshi.